mana shunaqangi xursandchilikga yarasha shuning uchun doimo yurtimiz tinchlikda bo'lsin. Gapim bor, men buni ko'p joyda aytdim, lekin sizni oldingizda hali biror marta aytmadim. Men bir yangilik qilganman bu qo'shiqqa, chunki mana shu qo'shiqni hozirgi kunda Namanganimizdan juda ham ko'pchilik qadrdonlarimiz, kimnidir otasi, kimnidir farzandi, kimnidir akasi yoki ukasi, kimnidir yaqin bir jigarbandi Rossiyada, Koreyada, Qozog'iston, boshqa davlatlarda ishlab yurishibdi. Ana shu do'stlarimizdan ko'p gap eshitamiz bu gapni. Ustozimiz ham eshitganlar, men ham eshitaman. Shu qo'shiqni o'sha safarda ham eshitamiz. Eshitganda ham ko'zimizga yosh kelib, vatanimizni sog'inib eshitamiz shu qo'shiqni degan gapni ko'p eshitganimdan keyin menga bir ilhom kelib qoldida, shu safarda yuradigan do'stlarimiz yana ham bizdan ko'proq xursand bo'lishsin degan maqsadda ozgina bir kichkina to'rtlik she'r yozdimda mana shu joyga qo'shib qo'ydim. Ilohim kim bo'lishidan qat'iy nazar safarda musofirlikda yurgan azizlarimiz vatanimizga, oilalarini bag'riga, ota-onalarini bag'riga sog' salomat, butkul bo'lib qaytib kelishsin. Kelganda ham bizning asosiy niyatimiz hamma cho'ntaklari to'lib toshib, qoplarga kerak bo'lsa bosib ularga osilsang balandroq dorga osib, hech bo'lmasa yaqinroqdagi erishasan degan gap bor-ku. Shuning uchun men qo'polroq qilib niyat qilyapman bularga. Qoplaga bosib o'sha dollar degan ko'kini bosib kelishaversin.
xalqimiz boy bo'lib, shunaqangi to'ylarini qilsin, mashinalarni olsin, boy bo'lib ketsin ilohim. Mana shularga atalgan joy, mana qarang. Yoshgina bir ukaxonimiz yigitcha yugurib keldi. Bu Bekmirzo aka bola chaqa ham ekanda deysiz, lekin hali uylanmaganman, bo'ydoqman aka. Ammo Qozog'da ishlayman aka. Menga nima deysiz deydi. To'g'rimi? Uka, hali sen uylanmagan, bo'ydoq. Qozog'da ishlayotgan bo'lsa, uka, novochilik qilarkan-da bo'la. Uylanmagan bo'ydoq bo'lsa, senga ham gapim bor uka dedim. Men nima qilurman deydi. Uni g'ami tashvishi xotin olishdi bo'ydoq bo'lgandan keyin. O'shaga ishlayaptilar. Senga aytaman bo'lsa dedimda. Xotin olish ko'z oldimdan o'tar asrlar